Men Qin Shi Huangman. Miloddan avvalgi 259 yilda tugilganman va Xitoy tarixida eng katta burilish yasagan shaxs sifatida tanilganman. Mendan oldin Xitoy yerlarida davlatlar bir-biri bilan qariyb 200 yil davomida urush olib borgan. Men esa miloddan avvalgi 221 yilda bu urushlarga chek qo'yib, birinchi markazlashgan yagona Xitoy imperiyasini barpo etdim. Davlat mustahkam bo'lishi uchun men katta islohotlar qildim. Butun mamlakat bo'ylab yagona pul birligi, olchov tizimi va yozuvni joriy etdim. Shimoldan keladigan dushmanlarga qarshi esa Buyuk Xitoy devori qurilishini boshladim. Bu ishlar Xitoyning poydevorini yaratdi. Men legalizm g'oyasiga ishonganman. Tartib va qat'iyatni hamma narsadan ustun qo'ydim. Shu sabab hokimiyatimga qarshi bo'lganlarni ayamadim. Kitoblarni yoqtirganim, olimlarni jazolaganim tarixda qattiqqo'lligim sifatida eslanadi. Lekin mening maqsadim kuchli va bo'linmas davlat qurish edi. Vafotimdan keyin esa mening qudratimni ko'rsatib turuvchi ulkan meros qoldi. Minglab loydan yasalgan terrakota askarlar va buyuk maqbara. Garchi mening sulolam uzoq yashamagan bo'lsa-da, bugun dunyoda ishlatiladigan Xitoy nomi ham aynan mening ismim bilan bog'liq. Men Qin Shi Huangman. Miloddan avvalgi 259 yilda tugilganman va Xitoy tarixida eng katta burilish yasagan shaxs sifatida tanilganman. Mendan oldin Xitoy yerlarida davlatlar bir-biri bilan qariyb 200 yil davomida urush olib borgan. Men esa miloddan avvalgi 221 yilda bu urushlarga chek qo'yib, birinchi markazlashgan yagona Xitoy imperiyasini barpo etdim. Davlat mustahkam bo'lishi uchun men katta islohotlar qildim. Butun mamlakat bo'ylab yagona pul birligi, olchov tizimi va yozuvni joriy etdim. Shimoldan keladigan dushmanlarga qarshi esa Buyuk Xitoy devori qurilishini boshladim. Bu ishlar Xitoyning poydevorini yaratdi. Men legalizm g'oyasiga ishonganman. Tartib va qat'iyatni hamma narsadan ustun qo'ydim. Shu sabab hokimiyatimga qarshi bo'lganlarni ayamadim. Kitoblarni yoqtirganim, olimlarni jazolaganim tarixda qattiqqo'lligim sifatida eslanadi. Lekin mening maqsadim kuchli va bo'linmas davlat qurish edi. Vafotimdan keyin esa mening qudratimni ko'rsatib turuvchi ulkan meros qoldi. Minglab loydan yasalgan terrakota askarlar va buyuk maqbara. Garchi mening sulolam uzoq yashamagan bo'lsa-da, bugun dunyoda ishlatiladigan Xitoy nomi ham aynan mening ismim bilan bog'liq.